Farg'ona shahrida joylashgan xususiy klinikaga burun operatsiyasi uchun kirgan 33 yoshli bemor shifoxonadan o'lik holda chiqdi. Bu haqda Daryoga marhumning turmush o'rtog'i xabar berdi. Xonzoda Begim Husaynova turmush o'rtog'i Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimi Muhammadjon Husaynov 10 aprel kuni kechki soat 18:00 da operatsiyaga kirganligini va 22:30 da uning vafot etgani ma'lum bo'lganligini aytmoqda. Kechki payt soat 20:20 larda klinikaga bordim. Borsam na shifokor bor, na hamshiralar. Hamma yoq tinch, kutib turgandik. Soat 22:00 dan keyin yana so'radim. Jonlantirish bo'limini yopib, qulflab qo'yishgan ekan. Erkaklarni chaqiring deyishdi. Talab qilib ichkariga kirsam, erim o'lib bo'lgan va o'rab qo'yishgan ekan, dedi marhumning bevasi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, bemor vafot etgach, shifokorlar voqea joyidan qochib ketgan. Daryo jurnalisti bilan suhbatda bo'lgan shifokor Bahodir Qo'chqorov operatsiyadan so'ng qochib ketganligini inkor etib, bemordagi burun to'sig'i qiyshayishini to'g'rilash operatsiyasi ko'ngildagidek o'tgandi. Men shundan so'ng bemorni anestezolog ixtiyoriga topshirib, u yerdan ketganman. O'lim holati men operatsiyani tugatib chiqib ketganimdan so'ng taxminan 15-20 daqiqadan keyin sodir bo'lgan. Jarrohlik amaliyoti hech qanday muammosiz o'tdi, dedi. Daryo jurnalisti xususiy klinika, shuningdek mazkur operatsiyada qatnashgan anestezolog bilan ham suhbatlashishga urindi. Biroq klinikaning ommaga e'lon qilingan telefon raqamlariga javob bergan xodim savolni eshitgach telefonni o'chirib qo'ydi. Shuningdek, klinika ayni paytda faoliyat yuritayotgan yoki faoliyati to'xtatilganligini bilmasligini qo'shimcha qildi. Bosh prokuratura 2025-yilning 10 aprel kuni operatsiya natijasida vafot etgan bemor Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi xodimi ekanligini tasdiqladi. Holat yuzasidan ayni kunda Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi, deydi idora axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov.